Assalomu alaykum. Koreyskiy original kosmetika kerak degan opalarimiz yaqinroq keling. Bizga obuna bo'lib qo'ying. Zakaz berish uchun Telegram gruppamizni kommentlarda hamda videoning tagida qoldiraman. Kommentlarga o'tsangiz osonroq kirasiz Telegram gruppamizga. Shu yerdan zakaz berib xarid qilaverasiz. Original koreyskiy Ronald CC kremlarni o'zimiz Koreyadan chiqaramiz. Hamma yuzlar uchun tushadi. 160 ming so'mdan. Joson SPF kremlarimiz 170 ming so'mdan, aksessuarda SPF kremlari ham hamma yuzlar uchun tushadi. 170 ming so'mdan. Ko'pchilik padelkasini oldim deyapti. Albatta padelkasi arzon bo'ladi. Originallari 170 atrofida. Padelkasini 100 ming, 120 shunaqa atrofida olishyapti ekan qizlar. Originalligini mana shu yerdan tekshirib olsangiz bo'ladi. Ko'chalardan boshqa joydan olsangiz mana shunaqangi QR kodlari bo'ladi. Ronald CC kremda ham QR kodlari bo'ladi. SPF kremda originalini 170-160 atrofida sotiladi qizlarjonlar. Bundan arzon sotsa ishonishingiz qiyin, shuning uchun albatta tekshirib olinglar. Budjetli variantda yana yuzni yaxshi yopib beradigan tonalka so'raganlarga BB tonalkamiz Deopressniki to'nta funksiyani bajaradi. Ham SPF krem, quyoshdan himoya qilish, makiyaj uchun baza, yuzingiz uchun ajoyib makiyaj chiqarib beradigan tonalkalardan bittasi. Yuzingizni namlantirib beradi, oqartirib beradi hamda ajinlarga qarshi. Yana Dr. Serikulni SPF kremlaridan bor. 100 ming so'mdan quruq yuzlarga juda ham yaxshi, yuzni namlantirib berishga ishlaydi. Yana Nalichida O'zbekistonda ko'plab BB tonalkalarimizdan bor. Gruppamizga qo'shilib olsalang, ko'rib turasizlar bizda nimalar borligini. Anjo SPF kremlarimiz budjetli variantda 85 ming so'mdan. Qizlarjonlar, Telegram gruppamizga qo'shilib bizga obuna bo'lib qo'yinglar.